Assalomu alaykum hamyurtlarimiz. Hammanglar joninglar sog'mi, omonmi? Qadrdonlar, bugun men Bobojon Gafurov territoriyasidaman. Qadrdonlar, Umid opamiz xonadonlariga keldik. Qadrdonlar, hech kimning farzandi kasal bo'lmasin. Hozir bir yordaminglar kerak. Hamma vatandoshlarimizni yordami kerak, qadrdonlar. Hayotbek ukamiz Indiya, Hindistonga borib davolanib kelish kerak. O'sha 2-3 marta borib kelgan. Qolaversa bular uylarini ham sotgan, hammasini sotib, hammasini shu lecheniyaga olgi qilgan. Hozirda yana 2-3 marta borib kelish kerak ekan. Kelinglar, hammasini Umid opamiz o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim. Men mana Bobojon G'afurovdan bo'laman, Stalinskiy posyolkadan. Nomim Umida. 2024-yildan beri shu o'g'lim Hayotbek 10 yasharligida oqqon kasalligi bilan kasallanib qoldi. Hindistonga 2 yildan beri qatnab lecheniya olib kelyapmiz. Allohga shukr, u yerda doktorlar 90% garantiya berishdi. Xudo xolisi yaxshi bo'lib ketishiga umid bor. Juda ham katta, yuqori darajada umid bor. Yana necha marta olib borish kerak? Yana 2 yil qatnab, har 3 oyda olib borib, olib kelib, lecheniyasini oxiriga yetkazishga sal imkonsiz bo'lib qoldi. Shu chorasiz ko'chalarda yuribman, to'g'risi. Mana Sherzod blogerga ham murojaat qildim, to'g'risi. Mana Baxtiyor ukamizga ham murojaat qilyapman. Imkon boricha mana qo'ldan kelgancha, kimda qancha bo'lsa chorasiz ko'chalarda yuribman. Shu bolachamni ilgarigi holatini mana Qadrdonlar, mana o'zinglar ko'ryapsizlar. Gapirishga ham ozgina endi hech kimni farzandi kasal bo'lmasin, qadrdonlar. Gapirishga ham o'sha gap ham kelmaydi-da. Shunga mana Hayotbek xudo xohlasa 2-3 marta borib ketdi. Hindistonga yana borish kerak ekan. Hozirda kerak bo'lsa bular uy hovlisini sotib olib borib keldi. Qolaversa yana boshqa blogerlar ham qo'ldan kelgancha yordam qildi. Ro'za Ramazon kunlarida qadrdonlar, nima desam, bez ограничения 1 so'mmi, 2 so'mmi, 3 so'mmi, 50 so'mmi, 100 so'mmi bilmadim. Ko'nglingizdan himmatingiz qancha bo'lsa, ilojingiz bo'lsa, mana nomerlaringiz bor. Qaysi nomerga qaysi kartalar ulangan? Tojikiston kartasi bor. Dushanbe City bor. Dushanbe City, Esxata bor. Orion Bank bor. Alif Bank bor. Qaysi nomerga ulangan? O'zingizning nomeringiz. Tojikiston nomeri +992 71 270 0505 nomerida shu karta. Shu karta kimga tegishli? O'zimga, Bobomurod va Umidaga. Bobomurod va Umida chiqadi. Qadrdonlar, kelinglar, bir-birimizga bee'tibor bo'lmaylik. Men bilaman, Gafurov, Bobojon Gafurovda shunaqangi aka-ukalar bor, bir-biriga bee'tibor bo'lmaydi-da. Men hamma Bobojon Gafurov territoriyasidagi aka-ukalarni, opa-singillarni hammasini hurmat qilaman. Endi bitta xudo xolisa harakat qilsak, mana shu ukamiz ham oyoqqa turib, xudo xolisa to'ylariga kelish nasib qilsin. Hozirda birinchi maqsadimiz, bular уже kech qoldi. Где-то 1 oygami, 2 oygami, necha oy dekabrda ketish kerak. Dekabrda borishimiz kerak edi. O'sha kech qoldi. O'sha finans, o'sha pul masalasi bo'yicha yig'ilmadi, ili bo'lmasam topish hozir o'zingizlar bilasizlar. Hammani topganini o'ziga barakasini bersin, qadrdonlar. Lekin ko'p emas. 1 so'm, 2 so'm, 5 so'm, 10 so'm qancha bo'lsa, qo'lingizdan qancha yordam qila olsangiz, ana shu qadrdonlar. Xudoga shukr, mana 2 yildan beri, 2 yil ilgarigi ahvolini ko'rganingizda hozirgi ahvoli bilan, hozirda ancha 2 kurs lecheniya olib ancha yaxshi bo'lib qoldi. Hozirgi ahvoli bilan solishtirganingizda yer bilan osmoncha farqi bor. Qo'ldan kelguncha uy-joylarni sotib, mana qarz-qavolarga botib qolganman. Hozir Allohga shukr yaxshi. Yana 2 yil oldinda har 3 oyda qatnashishimiz kerak. Lecheniyasi bor oldinda. Men yeb ichishga, kiyishga yoki uy-joy qilish uchun sizlardan so'ramayapman. Shu oshnalari qatori yer bosib yursin. Sinfdoshlari bilan o'ynab kulib, orzu niyatlari bor o'g'limni.
10 yoshgacha shuncha yaxshi yurgan bola 10 yoshida 2 yildan beri qiynaladi shu oqqon kasali bilan. Doktorlar 90% garantiya berishdi, to'g'risi. Shuning uchun taslim bugün kelmayapti, to'g'risi. O'zi bosh katta o'g'lim bu. O'zi ikkitagina o'g'lim bor peshonamda. Tinkoff karta topdim. Yaqin shu o'zimiz tanishimiz ko'p odam shu Sherzod blogerga murojaat qilgan edim. Pul tasholmadi. To'g'risi kerakli mablag' yig'ilmadi. O'shaning uchun Hasanov Karimov Hasan aka chiqadi. Tinkoff nomer raqami. Shu Nomeri yoddaki bilasizmi? yoddan bilmayman, hozir qarashim kerak, to'g'risi. Mayli, siz shu nomerni tashlab berasiz. Qadrdonlar Tinkoff nomerlari ham bor ekan. Karimov Hasan chiqadi shu nomerda. Shu qo'llaringizdan kelsa, xayr ehsonlaringizni shu bolam uchun bering. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. To'g'risi hech kimni bolasi bilan yoki sog'ligi bilan sinamasin. Sizlarning yordamlaringizga muhtoj bo'lib qoldim, to'g'risi. O'zim udalolmay qoldim. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Ko'p gapirish, to'g'risini aytsam, men o'zim ham gapira olmay qoldim. Qadrdonlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Xudo xohlasa videolarni qo'yib borib berib turaman. Indiyaga borgan videolarni qo'yib berib turaman. Qo'ldan kelgancha men o'zim ham harakat qilaman yordam berishga. Yana qolgan blogerlar bo'lsa, sizlar ham bemalol podelиться qilib, qo'lingizdan kelgancha поддержка qilsanglar, hamma xursand bo'ladi. Hamma. Yordam berganlarni Allohim ikki dunyo saodati bilan siylasin. Kimda farzandi yo'q, kimda uy joyi yo'q, kimda sog'ligi yo'q. Allohim har tomonlama sizlarning niyatlaringizga yetkazsin. Shu bolamga beahamiyatlik qilmaganlaringizga ham rahmat, yordamlaringiz uchun oldindan ham rahmat.